qilyapsiz? O'g'lingiz xamir ovqat qil degandilar. Shunga harakat. Negadir oyi xamirim o'xshamayapti. Ha, qancha suv soldingiz bunga? Cho'gimdagini hammasini soldim. Voy, esiz joydami? Shuncha ham suv soladimi? Uni uval qilibsiz-ku. Nima qilay to'g'irlash uchun? Oyijon, tinchlikmi? Voy, tavba. Mana ahvolni qarang. Bir choygim suvi solib o'tiribdi. Atala qilib. Oyijon, agar yo'q demasangiz, xamir o'zim qorib qo'yardim. O'zim qilaman. O'tay bu yoqqa. Mayli qiling o'zingiz. Kelin poshsha, ovsiningizdan o'rganing. Nima hayotingizda hech xamir qilmaganmisiz? Yo'q. Uyda hech ish qilmasdim. Uyimizda bir emas ikkita kenayim borlar. Ha, o'sha ikkita kenayiga yordam berib o'rganib olish kerak edi-da qiz bola narsa.